insonlar, mana ko'ryapsizlarmi, endi zavtragina berdim. Quyonchalarimiz mana shular hammasi sotuvda bormi deb so'ragan, savol bergan insonlar. Mana shuni quyonchalarimiz sotuvda ham bu. Bular уже bemalol setkaga olib, отдельно boqishga tayyor bo'ladi. Bular qo'lga o'rgatilgan. Sizlarga yana bitta narsani aytib o'tay. Mana shu mendan olgan quyonlar aytadilar, biron joyga qochib ketmaydi deydi. O'zimdan olgan klientlarim aytadi. Bularni men qo'lga o'rgatganman. Mana chiqoy, bittasi chiqmaydi, chiqsa shuna uyiga qaytib kiradi-da. Bular qo'lga o'rgatilgan yoshligidan. O'zim mana shunga o'rgatganman. Ham bularni xuddi o'zimni bo'lamdek katta qilaman-da, mehr berish kerak-da. Jonzotga mehr bersang, o'zi biladi-da. Bular ham shunday mayda paytidan o'sha mehr beraman. Keyin hamma gapga qo'shib qo'yib beraman telefonda. Endi menga qandaydir shunday boqaman-da, mayda chorvani ham qo'shib qo'yib qo'yardim. O'sha bilan o't yeb o'tiradi. Boshqa ko'chaning shavqinini eshitmaydi-da bular. Yaxshi oziqlanadi, o'tini yaxshi yeb o'tiradi. Men bularga qo'shib qo'yib beraman. Iloji boricha shu og'irroq, nima yaxshi bir tekisda ketayotgan qo'shiqlarni uni haqida qo'yib beraman bularga ko'p. Men o'zim shunday qiziqib, shunday katta qilyapman bularni. Bular qo'lga o'rgatilgan, hech qayerga qochib ketmaydi. Mana shunday faqat qornini yaxshi to'yg'azib, mana oyoq ostini men har kun 1 soat, har 3 kunga avval nima qilardim? O'z qishga oyoq tagini suvga kirma. Keyin har kun mana shunday oyoq ostini toza qilib, o'tini tashab qo'yasiz. O'tini mana g'ishtlarni ustiga tashab qo'yasiz. O'zi toza yeb o'tiradi. Biron joyga qochib ketmaydi meni quyonlarim. Ko'cha chiqadi. Mana shu oldimga, masalan, mana o'z maslarga shuni qo'yib beraman. Hech qayerga ketmaydi, mana shuni o'tiradi. Aqlli yuraydi, u yoqdan bu yoqqa ketmaydi. Mana qo'lga o'rgatilgan. Buni qilsam uyga kiradi. Uyga kirib ketadi. Uyni biladi o'zi bular. Ana bu yoqqa ketsa ham hech qayerga ketmaydi. Aqllida. Mana shunday o'rgatganda, shunday uyini biladi bular, ko'chaga shunday chiqadi, oyog'iga, oldimga yana qaytib kiradi. Shuning uchun sizlarga maslahatim, quyon olayotganda ham shunday sinalgan, nimadan o'tgan, ishonchli quyon olishlaringizni maslahat beraman. Mana har joyga chiqadi, har joyda ham yaxshi chiqadi, lekin ba'zi arada nima ikkitasi yaxshi bo'lsa, bittasi arasiga nima bo'ladi, apteti bo'lmaydi. Shuning uchun tanlab olinglar maslahatim. Birinchi o'rinda yeb ichishiga qaranglar. Quyon qancha apteti yaxshi bo'lsa, shuncha rivojlanadi. Mana bular o'zi hech kim aytmaydi, bir 2 oyga yaqin